Assalomu alaykum. Demak, bugun musbat va manfiy sonlar mavzusini oxirigacha ko'rib chiqamiz. Bizada musbat, manfiy o'zi nima? Musbat degani bu prosta plyus ishora degani, manfiy degani shunchaki minus ishora. Ya'ni ikkalasi ham ishoralar haqida so'zlaydigan, ya'ni atamalar, shunchaki eslab qolish uchun. Xo'p, musbat sonlar, manfiy sonlar nima o'zi? Bizada sonlar o'qimizda o'rtada 0 turadi. Ya'ni 0 sanoq boshi o'ng tomonimizga qarab musbat sonlar, chap tomonimizga qarab manfiy sonlar ketaveradi. Ya'ni mana bu yerda 1, 2, agar xohlasam plus 3 deb yozsam ham bo'ladi. Bu degani mana bu 3 bilan plus 3 aynan bir xil narsa, ikkalasi musbat son. Xohlasangiz plyusini yozmang, xohlasangiz yozing. Ya'ni yozilmasa ham plyusi bor deb sanab ketaversak bo'ladi. Bu tarafga qarab minus 1, minus 2, minus 3 o'shanaqa sonlar ketaveradi. O'ylamaymizki 1, 2, 3 dan tashqari bo'lgan sonlarni ham musbat deb sanaymiz. Masalan, mana bu yerda 1.4 degan sonim bo'lsa, uni ham musbat deb sanaymiz. Bu yerda masalan minus 2.5 degan sonim bo'lsa, misol uchun, uni ham manfiy deb sanaymiz. Bu musbat, manfiy prosta ishora uchun. Xo'p, tushunarli bo'lsa, birinchi taqqoslashini ko'rib chiqamiz. Taqqoslashda umumiy qoida manfiy son musbat sondan har doim katta, har doim kichik manfiy sonimiz. Keyin o'zi umuman taqqoslash qaysi son o'ng tomonda bo'lsa, o'sha son katta bo'ladi. Masalan, -1 bilan 0 ni taqqoslasam, mana -1, mana 0. 0 -1 dan ko'ra o'ngroqda bo'lgani uchun katta. Ya'ni qaysi son joylashuv jihatdan o'ng tomonda bo'lsa, o'sha son katta bo'ladi. Yana ham eslab qolishimiz uchun masalan ikkita manfiy sonni taqqoslamoqchiman. 7 bilan 40 ni taqqoslasam, agar 40 katta bo'ladi. Manfiy bo'lgani uchun -7 bo'ladi. Ya'ni -7 o'ng tomonda. Xo'p, taqqoslash shunchalik qiyin emas. Qo'shish ayirish uchun umumiylashtirib ikkita qoida qilamiz. Ya'ni umumiylashtirish degani qanaqa? Plus son, minus son qilib qoida qilmaymiz-da. Ishorasi bir xil bo'lgan sonlar uchun va har xil bo'lgan sonlar uchun qoida qilamiz. Xo'p, birinchi qoidamiz bir xil ishorali sonlar uchun nima bo'ladi? Har xil ishorali sonlar uchun qanaqa bo'ladi? O'sha qoidani ikkiga ajratib olamiz, bo'ldi. Bir xil ishorali sonlarimiz har doim qo'shiladi. Har xil ishorali sonlarimiz har doim ayriladi. Har doim. Ya'ni ikkita har xil ishorali son kelib qoldimi, har doim ayiramiz. Ikkita bir xil ishorali son kelib qoldimi, har doim qo'shamiz. Xohlasin u plus son bo'lsin, xohlasin minus son bo'lsin, ahamiyati yo'q. Ikkala holatda ham katta sonni ishorasini qo'yib ketaversak, javobimiz to'g'ri chiqadi. Masalan, -7, -10. Deylik -7, -10. Bir xil ishorali son bo'lgani uchun qo'shishim kerak, 17 bo'lishi kerak. 10 katta bo'lganligi uchun minusini olib kelib qo'yiraman. Ya'ni 10 ni minusini olib kelib qo'ydim. Xuddi shu qoidani men bunga ishlatsam nima bo'ladi? 7 - 10. 7 bilan 10 ikki xil ishorali, chunki 7 plus 10 minus. Nima qilaman? 10 dan 7 ni ayirib tashlayman, 3 bo'ladi. 10 ni ishorasi minus bo'lgani uchun javobim -3. Ikkalasi uchun ham umumlashtirgan qoidamiz, demak, bir xil bo'lsa qo'shamiz, har xil bo'lsa ayiramiz. Kattasini ishorasini natijaga qo'yib ketaveramiz. Xuddi shunaqa -3, -1 bo'lsa. 3 ga 1 qo'shaman 4, ikkalasi ham minus, 3 katta bo'lgani uchun minusligini qo'yib ketaveramiz. Xo'p, keyingisi o'zimiz ishlatayotgan sonlarimiz, masalan, plus sonni shu mavzugacha ishlatib keldik. 30 ga 40 qo'shsam, o'zi 70 bo'ladi. 40 katta bo'lgani uchun plus bo'lyapti degan bo'ladi. Xo'p, -30. -30 qo'shamiz, misol uchun 50. Qarayman, ikki xil. 50 dan 30 ayirib tashlayman, 20. 50 katta bo'lgani uchun javobimiz ham plus bo'ladi. -45 plus 5. Orasi plus ekan deb qo'shib ketmaymiz hech qanaqasiga, chunki bularni qarayapman ikki xil.
Chunki 45 minus 5 plus. 45 dan 5 yarib tashlaymiz. 40. 45 ni ishorasi minus bo'lgani uchun, yana 45 katta-da, o'sha uchun minus bo'ladi. Qo'shib ayrishni shu qoidaga ajratib olsak, bizga yetarli. Mana shu ikkita qoidamiz har doim ishlaydi. Xo'p, keyingisi qavs ochish qoidasi. Qavs ochish qoidasi har doim ishlaydigan ikkita qoida bor. Birinchisi, qavsning tashqarisida agar plus bo'lsa nima bo'ladi? Ikkinchisi, qavsning oldida agar tashqarisida minus bo'lsa nima bo'ladi? Agar qavsning tashqarisida plus bo'lsa, ichkaridagi ishorani o'zgarishsiz qoldiramiz. Ya'ni o'zgarish bo'lmaydi. Qavsning tashqarisida minus bo'lsa, ichkaridagi ishorani qarama-qarshi ishora o'zgartirib qo'yamiz. Shu ikkita qoidaga ajratib buni ham. Masalan, plusdan plus 3 bo'lib turgan bo'lsa nima bo'ladi? Ichkaridagi ishora o'zgarmaydi-da, plus 3 ligicha chiqadi. Yoki plusdan minus 2 bo'lsa. Ammo ichkaridagi ishorasini o'zgartirmaymiz, minus 2 chiqadi. Keyingisi minusdan masalan minus 8. Mana bu minusligi uchun ichkaridagi ishora qarama-qarshisiga o'zgarib ketadi. O'shanda plus 8 bo'lib chiqadi. Minusdan plus 3 bo'lsa, masalan ichkaridagi ishoramiz plus bo'lib turibdi hozir. O'shani minusligiga o'zgartirib qo'ysam, minus 3 bo'lib ochiladi. Qoidani o'shanaqa eslab qolish kerak, iloji boricha. Yoki 4 ta qilib yodlab qolsak ham bo'ladi. Masalan, plusga plus kelsa plus bo'ladi, plusga minus kelsa minus bo'ladi. O'shanaqa eslab qolsak ham bo'ladi. Obsha 4 ta qoida bo'ladi. Xo'p, ko'paytirish bo'lish uchun bir xil qoida ishlaydi. Har doim bir xil ishorali sonlarni ko'paytirganimizda yoki bo'lganimizda bir xil ishorali sonlarni ko'paytirsam yoki bo'lsam, ya'ni ikkita bir xil ishorali son. Masalan, minus 2 ni minus 3 ga ko'paytirsam javobi plus chiqadi. Shunaqa eslab qolish kerak. Yoki bitta minusga bitta minus kelsa plus bo'lib ketadi deb eslab qolsak ham bo'ladi. O'zimdan 2 kere 3 qilaman 6, minus minus bo'lgani uchun javobi plus bo'ladi. Bunda katta kichigiga qarab o'tirmaymiz. Masalan, 5 ko'paytiramiz, deylik, minus 2 kelib qolsa. O'zi kattasi bo'yicha olsam 5 ishorasini olib ketishim kerak-ku. Yo'q, lekin plusga minus ko'payganligi uchun javobimiz minus bo'ladi. Bo'lishda ham minus 45 deylik, bo'lamiz 3. 45 ni 3 ga bo'lamiz 15, minusda plusga bo'lgani uchun minus bo'ladi. Ko'paytirish bo'lishda 2 xil bo'lsa minus, 1 xil bo'lsa plus qo'yib ketaversak bo'ladi. Agar 3 ta son kelib qolsa nima qilamiz? Masalan, minus 8 ko'paygan 2 bo'lingan minus 4 masalan. Birinchi mana buni ishlab olsam bo'ladi. Minus 8 ga ko'paytirsam minus 16. Endi minus 16 ni minus 4 ga bo'lsam, ya'ni 2 ta son qilyapman-mi? 2 ta son qilib ishlasam bo'ladi. Minus 16 ni 4 ga bo'lsam, 4 minus minusga bo'lgani uchun plus bo'lib ketadi. Xo'p, endi aralash kelib qolgan misollar qanaqa bo'ladi? Masalan, minus 40 minus 8 ko'paygan deylik minus 2. Nima bo'ladi? Minus 40 o'zi minus 4 tursam, minus 8 ni minus 2 ga ko'paytirsam plus 16 bo'ldi. Men plusini ham yozdim. Endi qavs ochishni mana bu yerda o'tdik. Minusga plus kelib qolsa, minus bo'lib ochiladi dedik. Men minus qilib ochdim. Yoki minus kelib qolsa, ichidagi o'zgarmaydi dedik. Ichidagi o'zgarmadi. Minus kelib qoladi, ichidagi o'zgarmadi. Buniki ham demak o'zgarmaydi. Minus bilan plus kelib qolgan uchun. Endi ikkita bir xil ishorali sonni mana bu yerda o'tdik. Ikkita bir xil ishorali son kelib qolsa, har doim qo'shiladi. 40 katta bo'lgani uchun minus qo'yamiz. Kasrlarda kelib qolsa ham farqi yo'q. Buni mahraj berib ishlab ketaveramiz. Masalan,
Hop, 5 butun deylik, 3dan 1 ayiramiz. Hmm. 8 masalan. Hop, ko'pchilik nima qiladi shu yerda? 5 dan 8 ni ayiradida -3/3dan 1 deydi. Yo'q, u xato. Biz nima qilishimiz kerak? 8 ni maydalashimiz kerak. 7/3dan 3 deb. Chunki mana bu 8 5 dan katta bo'lgani uchun 8 dan 5 ta ayirishim kerak. Buni ayirayotgan bo'lsam, 7 dan 5 ayirsam 2, 3 dan 1 ayirsam 2. Shu o'zi. Endi mana bu 7 katta bo'lgani uchun o'sha uchun minus bo'ladi. Kasr ayirishlar ham o'sha qoladi, faqat mana bu qoidalarni ishlatishim kerak. Hozir bu qoida, qaysi qoida ishladi? Mana bu yerda. Mana bu qoidani ishlatdim. Har xil ishorali sonlar ayrildi. Javobga kattasini ishorasini qo'yib ketaverdim. Xo'p.